Lekin operatsiyadan keyin operatsiya bo'lgan ertasidan boshqa dunyo, hayotim boshqa. Voy og'riq yo'q deb men hozir 6 oydan beri og'riqqa chiqib. Bugun yana bir quvonchli kunlarimizdan biri bizning bemorimiz Vodiydan Faydaxon, demak kelganlar 6 oy oldin operatsiya qilgan ekanmiz. 6 oydan o'tibdi. Mana bugun ko'rigimizga kelgan ekanlar. Hozir o'zlaridan eshitamiz. Andijon viloyatidan, Vodiydan keldim. Oldin migren kasalliklaridan juda qiynalganman. Migrenligini ham bilmagandim. Og'riqlar bilan mana Allohga shukr, yaxshi bo'lib qoldim. Shu yerga kelib, hammani kelishni tavsiya qilaman. Operatsiyadan qo'rqdingizmi? Yo'q. Qo'rqmadingiz. Boshida kelganda. Boshda keldim, ertasiga operatsiya. Ha, to'g'ri. Siz уже tayyor kelgansiz, qo'rqmasdan yo'qotgan narsa yo'q edi Farida. Chunki sizda bir oyda 30 kunlik og'riq, 12 ta pristup, 12 ta xuruj. Yaxshi bo'lsa bo'ldi degan fikr bilan. Nima bo'lsa bo'ldi, operatsiya qilib bo'ldi, tuzalsam bo'ldi. Tuzalsam bo'ldi. Alloh tavakkal qilib keldingiz siz. Shuning uchun ham shifosini berdi. Xudoga shukr, siz uchun juda xursandmiz. O'zgardimi? O'zgalar joyida. O'zgalar joyida. Asablar joyida. Og'riqlar asosiysi yo'q. Umuman og'riq yo'q. Migrenni og'rig'ini hech kim tasavvurlab berolmaysiz, olmaysiz kishi. Albatta, uni boshdan kechirgan bilan. Lekin migren og'rig'i shu bosh og'riqlari ichida eng kuchli og'riqda. O'zimizni o'ldirib qo'ysam bikinga fikrlar. Sizlarning fikrlar ham keyin. Xuddi qobuqqa tushib qolasiz, o'shan qobuqqa tushib qolgan. Hayot tarzi butkul o'zgarib ketdi. O'zgarib ketadi. Hech kim yo'qmi, hech kim sizga yo'qmi. Dorilar ta'sir qilmasdi-da. Dorilar ta'sir qilmasdi. Ichganman. Dolagansiz, to'g'rimi? Nevrologlarda bir oy yotibman necha. Bir oy yotib lecheniya oldingiz. Lekin operatsiyadan keyin operatsiya bo'lgan ertasidan boshqa dunyo, hayotim boshqa. O'zgarishlar hali xuddi yorug' dunyoda quyosh svetsiz hayot yashagansiz. Operatsiyadan keyin voy og'riq yo'q deb men hozir 6 oydan beri og'riqqa chiqib. Allohga. Bolalarda ham balans yoqadi, boshqalarda ham balans yoqadi. O'zingizam xursandsiz, boshqachasiz. Demak, hayot tarzi butkul o'zgardi. O'zgardi. Nihoyatda o'zingga bo'lgan ishonch, hammaga tavsiya qilaman, kelish kerak. Siz uchun juda xursandmiz. Mana 6 oy bo'lib ko'rdik. Yana hammasi yaxshi bo'lsin. Bir yildan bitta ko'ramiz. Nima savol bo'lsa, bir yilgacha bizani kuzatuvimiz ostida, bizning yordamimiz bilan Xudo xolasa umuman 360 gradusga yangi hayotga o'zgarib, oila bilan hali yoshsiz, hayot oldinda tuzalib ketgan odamlarimiz. Siz bemor deb bo'lmaydi endi, tuzalib ketdingiz, Xudoga shukr. Qanchalik ko'p shu to'g'risida boshdan kechirgan gapni berishsa, shu keladigan bemorlarimizga bu qanaqadir qo'llanma bo'lib qoladi. Bular shu ko'rishsin, ishonsin degan ma'noda biz berib boramiz bunaqa narsalarni. Bu albatta bu kelajak operatsiya keladigan bemorlarga ham sizni yordamingiz katta. Chunki siz boshingizdan o'tganini mana samimiy tushuntirib berdingiz kechirgan holatda. Xudo xolasa o'ylayman, bizning asosiy maqsadimiz bitta, surunkali migren xastaligi bilan og'riyotgan sizga o'xshagan bemorlar hammasiga shifosini berib, tuzalib ketishsin, hammalarga shifo bersin. Biza kelishsin. Va hammasi sizga o'xshab qo'rqmasdan kelib, mana shunaqa xursand hayotdan xursand bo'lishini ko'rsak, biz shundan maza qilamiz. Ominaman. Sog' bo'ling Farida.